Siz $10,000 daromad topa olishingizni 5 ta asosiy belgilar. Xo'p, bilasizlarmi, ko'pchilik $10,000 daromad haqida orzu qiladi, lekin hamma ham bunga tayyor emas. Men sizga bugungi videoyimda motivatsiya bermayman, shunchaki siz hozirgi holatingizda shunaqa daromadga chiqish uchun potensialingiz bormi yoki yo'qmi, shuni birgalikda aniqlaymiz. Xo'p, kelinglar tanishib olamiz. Men Halida Abdurahmonova, prodyuser va oliy ma'lumotli marketologman. 2021-yildan beri shu sohadaman, ya'ni digital sohadaman va hozirgi kungacha juda ham ko'p loyihalar bilan ishlaganman va juda ham ko'plab yutuqlarga erishganman. Xo'p, taniqli loyihalarimdan bu Bonamur birgalikda ishlaganmiz, Ali Maybekovna bilan birgalikda ishlaganmiz va Madina Nigmatullayevani men 6 oy davomida prodyuserlari bo'lganman va yana ham ko'plab loyihalarim bor. Xo'p, soham orqali o'zimga shaxsiy biznesimni ochdim, ya'ni studiyamni ochganman, 250 tadan ortiq o'quvchilarim chiqazganman va yaqinda o'zim orzu qilgan mashinani ham xarid qilib oldim. Demak, birinchi belgi, siz o'rgangan narsangizni darhol amalda qo'llaysiz. Bilasizmi, men juda ham ko'p yil davomida o'quvchilarimni o'qitaman va o'quvchilarimda ham ikki xil toifa o'quvchilarim bor. Birinchisi, bu qanaqadir yangi ma'lumot o'rgansa, shunchaki bilim sifatida olib qoladi va u narsani qo'llab ko'rmaydi. Ya'ni shunchaki o'rganadi, bo'ldi. Ikkinchi toifadagi o'quvchilarim esa, masalan, men bitta videoni to'pga chiqarishni o'rgatsam, sirazu boradi, video oladi, montaj qiladi, qo'yadi va videosini to'pga olib chiqadi. Ya'ni o'rgangan narsasini sirazu amalda qo'llaydi va bilasizmi, shunaqa odam doim daromadi ham, natijasi ham ancha tezroq bo'ladi, chem boshqalarga qaraganda. Chunki ular ko'p o'ylanib, bahonalar qidirib yoki keyinga qoldirib o'tirishmaydi. Ya'ni yangi bilim oldimi, sirazu amalda qo'llaydi. Ya'ni agar sizda shu sifat bo'lsa, bu juda ham zo'r, siz daromadingiz yuqori bo'lishi mumkin. Lekin agar sizda bu sifat bo'lmasa, tushkunlikka tushmang. Shunchaki o'sha bugundanoq boshlab o'rgangan narsalaringizni amalda qo'llashni o'rganing. Chunki o'rganishdan amaliyotga o'tgan odamgina $10,000 daromad topa oladi. Ikkinchi belgi bu siz katta pulni tasodif yoki omad emas, balki tizim va harakatligini bilasiz. Ya'ni bilasizlarmi, ko'pchilik odamlarda xato fikrlashlar bor. Bu boy bo'lish uchun boy bolasi bo'lish kerak, ota-onasi boy bo'lish kerak yokida katta pullar bu yomon yoki katta pul topish uchun juda ham o'lib tirilib ishlash kerak degan xato fikrlashlar agarda sizda bo'lmasa, demak siz to'g'ri yo'ldasiz. Siz o'zingizning kasbingiz orqali ham tizim bilan ishlab, ya'ni harakat bilan, strategiya bilan ishlab ham, kam ishlab ham ko'p pul topishingiz mumkin va albatta sizga bunda yangi bilimlar yordam beradi. Ya'ni istalgan odam aniq maqsad qo'yib, maksimal darajada harakat qilsa va yangi ma'lumotlar olsa, u o'zi xohlagan darajaga chiqa oladi va o'zi xohlagan daromadlarni topa oladi. Va albatta siz ham bu toifaga kirsangiz, katta ehtimol bilan siz ham tez orada daromadingizni ancha oshirishingiz mumkin bo'ladi. Uchinchi belgi bu, siz bahona qidirib o'tirmaysiz. Ya'ni pulim yo'q, sharoitim yo'q, tanish bilishim yo'q, hozir vaqtim yo'q degan har xil bahonalar qilmasdan, siz agar imkon qidiradigan bo'lsangiz, ya'ni har qanday holatda ham siz katta ehtimol bilan oson daromadga chiqa olasiz va o'zingiz xohlagan natijaga erisha olasiz. Chunki bilasizlarmi, shunaqa toifa odamlar doim bahonalar qidiradi, faqatgina boshqalarni ayblaydi, har xil bahonalar qidirib o'ziga o'zi, ya'ni o'zini yo'lini to'sib qo'yadi. Agarda siz bu toifaga kirmasangiz, tabriklayman, siz ham o'zingiz xohlagan daromadga chiqishga juda ham katta imkoniyatlaringiz bor. Chunki $10,000 daromad qilmoqchi bo'lgan odam bahona emas, yechim qidiradi. Ya'ni qanaqa shunaqa daromad qilsam bo'ladi, qanaqa shunaqa natijaga chiqsam bo'ladi degan savollarni o'ziga beradi va albatta harakat qilgani uchun u savollarga javob ham oladi va shunaqa darajaga ham chiqadi. To'rtinchi belgi, siz bir o'zingiz katta natijaga chiqa olmasligingizni bilasiz. Ya'ni va bu narsani tan olasiz. Bilasizlarmi, ko'pchilik odamlarda shunaqa egosi bo'ladi. Men o'zim qilaman, menga hech kim yordami kerak emas, o'zim uddalayman, o'zim eplayman deydi, lekin afsuski bu xato fikr. Menda ham qachondir shunaqa fikrlar bo'lgan, lekin mana har qanday muvaffaqiyatga erishgan odamni ko'ringlar, uni albatta ustozi bor, uni albatta to'g'ri muhiti bor, uni albatta atrofida qo'llab-quvvatlaydigan, yordam beradigan jamoasi bor va men shunaqa fikrlaymanki, hech qachon odam bir o'zi katta natijalar qila olmaydi. Hech qachon. Agar uni hech kim qo'llab-quvvatlamasa, agar uni hech qanaqa ustozi bo'lmasa, yordam atrof muhiti yomon bo'lsa agar, u odam natijaga chiqishi juda ham qiyin bo'ladi. Ya'ni juda ham yillar davomida vaqti ketadi va shu sababdan agarda siz bu fikrga qo'shilmasangiz, ya'ni sizga to'g'ri muhit kerak, to'g'ri networking kerak va yangi bilimlar olishingiz kerak. O'shandagina sizda o'zingiz xohlagan darajaga yana ham tezroq chiqa olasiz. Chunki odam faqatgina jamoasi bo'lsa, atrof muhiti zo'r bo'lsa, qo'llab-quvvatlaydigan odamlari bo'lsagina yangi darajaga chiqa oladi. 5-belgi bu, siz mas'uliyatni o'z bo'yningizga olasiz.
Ya'ni aytganimdek bahonalar qidirmasdan, aybni boshqalarga yuklamasdan, ya'ni shunaqa sababli men qila olmayapman, men proyektim sababli qila olmayapman demasdan, ya'ni boshqalarga ayblarni yuklamasdan, bahonalar qidirmasdan, mas'uliyatni o'z bo'yningizga olib, bo'ldi qilaman, hayotimni o'zgartiraman, daromadimni oshiraman degan maqsadlarni o'zingizga qo'ysangiz, katta ehtimol bilan o'sha tez orada bu narsaga erisha olasiz, chunki siz boshqalarni ayblashni, bahona qidirishni o'rniga harakat qilyapsiz va yechim qidiryapsiz. Ya'ni siz mas'uliyatdan va nazoratdan qochmasangiz, siz psixologik jihatdan ham o'sha katta puldagi va katta daromaddagi tayyor bo'lgan bo'lasiz. Bilasizlarmi, bu belgilar juda ham ko'pchilikda yo'q. Agarda sizda bu belgilarni ko'pi tanish bo'lsa yoki hammasi sizda bor bo'lsa, tabriklayman. Siz yaqin orada o'zingiz xohlagan daromadga va natijaga chiqa olasiz. Lekin agarda sizda qaysidir belgilar yo'q bo'lsa, agar tushkuniga tushmang, bu shunchaki sizni o'sish nuqtangiz. Ya'ni qaysi belgi sizda yo'q bo'lsa, siz aynan o'sha kamchiligingiz bo'yicha ishlab rivojlansangiz, siz o'zingiz xohlagan darajaga albatta erisha olasiz, chunki siz даже hozir ham shu videoni oxirigacha ko'ryapsiz va даже bepul video bo'lsa ham siz o'zingiz uchun qanaqadir foyda olaman deb kirgansiz. Buni o'zi juda ham katta narsa deb bilaman. Endi esa agarda siz men o'zimni blogim orqali yoki kadr ortida ishlash orqali daromadimni stabil $10,000 ga olib chiqmoqchiman, lekin nimadan boshlashni bilmayapman, qanaqa qilishni bilmayapman desangiz, men sizni o'zimni Next Level nomli Mentorlik dasturimga taklif qilaman. Mentorlik dasturim offline tarzda 2 oy davomida bo'lib o'tadi va o'sha yaqin orada boshlanadi. Lekin mentorligi faqatgina 15 dona o'quvchi olamiz va joylarimiz chegaralangan bo'ladi va har bitta o'quvchini men o'zim, shaxsan o'zim birga bir gaplashib, saralab, tanlab olaman. Ya'ni agarda siz 0 bo'lsangiz, siz daromadingiz bo'lmasa, natijangiz, ya'ni darajangiz juda ham past bo'lsa, siz to'g'ri kelmaysiz afsuski, lekin o'sha qanaqa darajaga yetgan daromadingiz bor, lekin o'sha daromadingizni oshira olmayotgan bo'lsangiz, komanda yig'a olmayotgan bo'lsangiz, komandani boshqara olmayotgan bo'lsangiz, o'zingizga jamoa qila olmayotgan bo'lsangiz va yana juda ko'plab sizda muammolar bo'layotgan bo'lsa, men sizga yordam bera olaman. Lekin agarda siz o'sha 15 taliga kirsangiz va sizni agar darajangiz bo'yicha tanlab olsak, siz mentorlik dasturimda o'qishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Next Level kimlar uchun? Birinchi o'rinda daromadi $500, $1000 atrofida qotib qolgan soha mutaxassislari uchun, ya'ni targetologlar, stories makerlar, SMM mutaxassislar farqi yo'q. Agar siz digital mutaxassis bo'lsangiz va daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, lekin qanaqa qilish bilmayotgan bo'lsangiz, sizga to'g'ri keladi. Ikkinchisi bu Instagramda blog yurg'izadigan har qanday ekspertlar uchun. Ya'ni farqi yo'q, siz stomatolog bo'lasizmi, ginekolog bo'lasizmi, ya'ni qanaqadir sizni blogingiz bor, blogingiz orqali daromad qilmoqchisiz, lekin qila olmayapsiz. Ya'ni daromadingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, sizga ham mentorlik to'g'ri keladi. Uchinchisi bu o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha kurslaringizni yo'lga qo'yib, daromadingizni ham oshirmoqchi bo'lsangiz, sizga to'g'ri keladi mentorlik. Va to'rtinchisi kadrda yoki kadr ortida ishlab, stabil $10,000 daromadga chiqmoqchi bo'lgan mutaxassislar uchun. Agarda sizga bu holat tanish bo'lsa, sizga ham mentorlik to'g'ri keladi. Lekin albatta aniq sizga to'g'ri kelishini men sizga sazvon orqali aytaman va siz sazvonga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Mentorlik va sazvonga yozilish uchun pastda sizga havola qoldiraman, u bo'yicha o'ting va menda birinchi 5 ta joyini band qilgan o'quvchilarim uchun maxsus takliflarim va maxsus narxlarim bor. Agar siz 5 taliga kirsangiz, siz maxsus narxda qo'shilishingiz mumkin bo'ladi yoki shu 15 taliga kirib joyizni band qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, sizga pastda havola qoldiraman, u bo'yicha ro'yxatdan o'tishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha.